Alo, assalomu alaykum Jahongir aka, yaxshimisiz? Xayrli tong, boshlangan kuningiz fayzli va barokatli bo'lsin. Men yaqinimni tabriklab jamoasi boshlovchisi Maftuna Ubaydullayeva bo'laman. Ayni daqiqalarda jonli qo'ng'iroq qilib, sizni bezovta qilib turibman. Vaqtingiz bormi? Jahongir aka, avvalambor tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Alloh yuzingizni yorug', topganingizga baraka bersin. Sog'lik, omad va halovat hamrohingiz bo'lsin deymiz. Chiroyli kun, fayzli on munosabati bilan sizni yaxshi ko'ruvchi insoningiz o'zlarining tilak va samimiy maktublarini bizga yo'llaganlar. O'sha yaqin insoningiz kim deb o'ylaysiz? Ayni daqiqalarda sizni kim tabriklamoqda? Yaqinlaringiz ichidan, albatta. Taxminlaringiz bordir? Yaqinlaringiz har doim vaqtingizga omon bo'lishsin. To'g'ri variantni o'zim ayta qolay. Turmush o'rtog'ingiz Sadoqatxon, farzandlaringiz Zafarshoh, Nurafshon, Jasmina, Shabona, Muhammadjonlar, keliningiz Azizaxon hamda jajji nabirangiz Iforaxonlar ham ayni damda sizni tug'ilgan kun munosabati bilan qutlamoqdalar. Bizga Sadoqatxon juda ham chiroyli maktub yuborganlar. Ruxsat bersangiz o'qib eshittirsam. Assalomu alaykum mehribonim, darddoshim, qadrli insonim. Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, sizdek halol, vafodor, mehribon inson bilan hayot yo'limni bog'laganiga. Bugun hayot sahifangizga yana bir yangi satrlar qo'shildi. Ya'ni yoshingizga yana bir yosh qo'shilgani bilan muborakbod etaman. Tug'ilgan kuningiz bilan. Umringiz fayzli, rizqingiz mo'l, sog'lik, salomatlik tilayman. Har bir tongingizda umid, har bir kechingizda shukronalik bo'lsin. Sizga qancha ta'rif aytsam kam. Ilohim, farzandlarimizga doimo bosh bo'lib yuring. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Baxtim, quvonchim, sizni yana bir bor tabriklayman va sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deb mana shunday ajoyib noma yuboribdilar. Erta tongdan sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun mana shunday harakat qilgan Sadoqatxon opaga ham rahmatlar bo'lsin. Ular ham baxtingizga omon bo'lsinlar. Jahongir aka, turmush o'rtog'ingiz hech she'r yozarmidilar? She'rlar yozib, xirgoya qilarmidilar biron marta? Lekin sizga aytib she'r yozibdilar. Yozgani? Juda ham qiziqar ekanlar. Keling, mana shu she'rni faqat siz uchun o'qib eshittirsam. O'tar ekan kunga ergashgancha oy, o'tar ekan davrlar, xushqomat chiroy. Bir kun men ham barin berganimda boy, yonimda bo'l mening jifti halolim. Keksaygan chog'imda tursam dard yutib, yashayman mehrni bir sendan kutib. Birovga zor qilmay qo'limdan tutib, yonimda bo'l mening jufti halolim. Siz borsiz, bilinmas hayotimda kam, yuzimni yuvmaydi ko'zimdagi nam. Og'irim tushmasin, farzandlarga ham, yonimda bo'l mening jufti halolim deya mana shunday ajoyib she'r ham yozibdilar va sizga atab yuboribdilar. Muborak ovozingiz yozilmoqda. Xursand bo'ldingizmi? Yoki uyqu aralash ovozingiz eshitilyapti-da? Muborak ovozlaringiz yozilmoqda Jahongir aka. Rahmat tariqasida dilizxorlaringiz bo'lsa, yaqinlaringizga rahmat aytishingiz mumkin. Hammasiga rahmat. Necha yoshga kirdingiz? 46. Lekin ovozingizdan 18 yosh yigitning ovozi kelyapti. Jahongir aka deb bir nechta marta aytayapman. Ha deganingizdan keyin ha o'zlari ekan deb gapirib ketdim. Ilohim ko'z tegmasin. Har doim mana shunday baquvvat, sog'lom bo'lib yuring. Rahmat. Sog'lik eng birinchi o'rinda sog'lik bo'lsa, qolgan hamma narsa topiladi, shunday emasmi?
Yaqinlaringiz ham sizni baxtingizga omon bo'lsin. Ilohim hoji ona, hoji ota bo'lib yurish nasib ro'z aylasin akajonim. Omon bo'ling. Bugungi kunda yuqori kayfiyatda o'tkazing, chunki bugun faqat sizning kuningiz, shunday emasmi? Yaqinlaringiz baxtingizga omon bo'lsin. Keyingi yillar ham sizni tabriklab yurish nasib etsin. Omon bo'ling akajon. Rahmat.